Ular mana shu qo'lingiz gul qilayotgan ishlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Bizga o'xshagan mana qilayotgaringizni go'zal qilib, iloyim o'zingizga o'xshagan go'zal qilib yuravering ilohim. Iloyim Allohim rizqingizni bersin. Farzandlaringizni, norasida go'dalaringizni, ota-onalaringizni, oilangizni rizqini bersin. Qilayotgan ishlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Mana shu qizimizni ham shu o'rnidan kelsin. Hammamiz qilayotgan ishlarimiz barakali bo'lsin. Alloh panohida bo'linglar. Ilohim mana shu yangi olgan uyingiz to'yxona, murodxona bo'lsin. Buyurib nasib qilsin. Bundan ham katta koshonalarni oling ilohim. O'zingiz uyingizni mazza qilib, yarab, yashnab, mazza qilib oilangizni bag'rida yashang ilohim. Hammanglar sog' salomat bilan bolamni ham umri uzoq bo'lsin, qilayotgan ishlar xayrli bo'lsin ilohim. Ota-onalaring ham, bandlaringiz sog' bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat.